Kıran. Hatırlayacağım halı kaç görevliyorum. İşte kulağım. Sündürüyorsun. Tölep olamayız. Sen ben bayının nersini uğurlaşıp etindin mi? Ben onda kımıdım. Onda kımıdım. Ben senin nersemde uğurlap atkanını inik gördüm. Kazının inik var mı? Basak badok. O dört emeldarlarına inip bağım bile sana neyim? Mang da o demen tez mang. Tez. Hayır şu eski patlıkı koy. Sana ışıktal kümüşten göre. Ala bu ne? Kümüşten gel. Vah. Bu göherni nege koysam bir xatar bo'lar. Hürmetlik elçi. Padişah meni sizni qo'g'dab o'rdiga kelishga buyurgan. Ciddi yo'q. Mushu qobiliyatim bilan bir dona göherni qo'g'diyolmasmanmi? O'zim beriveraman. Hey, to'xtab turing. Hey. Sizga qancha zaqqa kerak? 2 zaqqa bergan bo'lsangiz. Oy! Bozg'anchi, o't uchqunini nimani shochirtib etding? Diqqat qil. Ey, navay, bu daqsan qandoq yig'ilib bo'ladi? Hey! Qarab baksang bo'lmadi. Bu yerdagi odamlar bakmi sapasizkan. Göhürümni o'g'irlab ketdi. Tez kelinglar, o'g'ri bor ekan. Ne bo'ldi? Göhürümni o'g'irlab ketdi. Ya qochdi. To'xta! Qochmoqchimisan? To'xta! Voycan! Yo'sh bo'l. Bo'lmasa bosh qo'yib atmayman. Nasibni aka, o tarafda odamlar chaqchaqilib ketibdi. Yuring, ber ko'r taqayli. Ma'qul. Dal mush yerda. Tag'a, siz bu yerda nimalarni so'zlab ketdingiz? Qandoq ya bu? Azroqmi bexatar emaskan. Göhürümni cho'qim mushadiki qurala o'g'irladi. Cho'qim. Siz nima bundoq deysiz? Bu bir tasodifiylik. Karim yo'q. O podshohga taqdim qiladigan göhər edi. Sizlarda qarqo'saqlarga deganmi yo'q? Ajab bir gap qiladigan odamkin bu. Ko'pchilik o'tib turinglar. Bu temirchi Baratga ajab o'xshaydi ekan-a? Shu emasmi? Nima deydigansiz? U İlyasning o'g'li. Dalmi shu. Meni qasdan so'qib etib göhürümni bulab ketding. Alchadi, sizning göhüringiz bu yerda. Obdan saqlang. Göhürüm ağır qo'limga tushding. Abbas, sizlar menga bu ishda ochiq tushuntiringlar. Men uni hozirla podshoh bilan ko'rishtiraman. Meni nasbasdi. Men o'g'irlagan. Hürmetlik elçi, siz kimning gumondor ekanligini farq eta olamsiz? Bu neymiş? Men o'g'irlagan. Abbas aka, aldırma. Mening amalim bor. Bu ishni Nasriddin bir taraf qilsin. Kichik bolaning o'yinidek ish bo'ldi. Bundoq muhim ishni bir bolaga topshirsak qandoq bo'ladi? Bunda kichik ishlarni bizning davlatimizda kichik bola hal qila oladi. Podshohni avar qilish ketmaydi. Haqiqiy o'g'rini tutolmasanglar, uchrasi biroq jazolanadi. O'g'rini topolmasak ichki davlat o'rtasidagi munosabatga ta'sir yetadi. Hurmatli podshoh ahliylari, agarcha u o'g'rini tepib olsam, uni o'zim jazolasam bo'lamdi. Talabingga qo'shildim. Nima bu? Bu kimning o'g'ir ekanligini aniqlab beradigan xosiyatli kaltak.
Ko'pchilik bugun kechda bu xosiyatli kaltakni yaxshi saqlanglar. Hozir podshoh bu uchaylarni ayrim uch zindonga solaydi. Atiganda kimning haqiqiy o'g'ri ekanligini bilamiz. Bu bola qasddan qaymoqtirib atadi. Haqiqiy o'g'rini tutolmasanglar 3 yil istan jazolandi. Men sizlarning o'rningizda jazolanay. Yo'q aka, siz to'y qiladigan tursangiz, yana men jazolanay. Yo'q, men jazolanay. Men akanglar tursam, men jazolanay. Men jazolanay. Men jazolanay, aka. Men jazolanay. Akla, hammasi mening xatoligim. Sizlarni malol qildim. Hammasi mening xatoligim. Alloh, biz degan qarindosh bunday gaplarni qilma. Aka, meni kechiringlar. Meni kechiringlar. Ikkinchi aka, meni kechirgin. Men xira qilman. Men xato qildim. Men jazolanishim kerak. Men jazolanishim kerak. Şah alidirga ma'lum bo'lg'ay. Jinoyatchilarni ib kirdi. Podshoh ma'lum bo'lg'ay. Achining go'rni men o'g'irlagan. Shikakam bilan munosabatsiz. Men o'g'irlagan. Yo'q, men o'g'irlagan. Mana men. Yo'q, jazoni men qabul qilaman. Yo'q, to'g'ri bo'lmadi. Men o'g'irlagan. Voy, nima degan ta'sirlik o'yin bu? To'la o'yin o'ynashma. Hammang jazoga tortilasan. Yo'q, unda qilmanglar. Men xatolashibdiman. Bo'ldi, vaqirashmanglar. Kaltakni chiqarsanglar, nima ishligini belgili bo'ladi. Bu ikki kaltak qisqirib qopdi-ku. Ey bola, sening bu sehrli kaltakang nimani isbotlaydi? Bu nima ish? Amaliyotda Tönögün sizlarga berganim faqat odatdagi yog'och kaltak. Hargiz uzrab qolmaydi, qisqirib qolmaydi. Tönögün kechda men Abbos akam bilan maqsadli holda turmaga berib, sehrli kaltakning sirini qasdanga oshkorlab qo'ydik. Nasirdan, bu sehrli kaltakning qanday siri bor? Abbos aka, xotirjam bo'ling. Kim narsani o'g'irlagan bo'lsa, shuning qo'lidagi sehrli kaltak qisqiraydi. Rasma, kimning qo'lidagi kaltak qisqirib qolsa, shu o'g'ri bo'ladi ekan-da. O ishqisi inisining jinoyatini o'z ustiga elish uchun qo'lidagi kaltakni o'g'irliqcha so'ndirib etgan. Asli haqiqiy o'g'ri mushuk. Shundoq, men o'g'irlagan desam sizlar ishonmaysizlar. Hammasi mening xatoligim. Biz inimizdan zindonda yetishga chidab tura olmaymiz. Sizlarning bu qilmishinglar uni jinoyatini qo'llaganinglar. Enanglarni haqiqiy qo'g'dimoqchi bo'lsanglar, uningga oq ko'ngillikni, adab, axloqni o'rgatinglar. Biz xato qildik. Voy, umaq bola. Qaragan siri ko'zimga umaq ham aqlli ko'rinyapti. Yaqin kelgin, men sana mukofot beray. Bu sana bergan mukofot. Alilari, sizlar mening bu o'g'rini jazolashimga ma'qul bo'lgan edilar. Men uni kunlarini bekor o'tkazishga bo'lmaydi deb jazolayman. Bo'ladi, deginingdek bo'lsin. Podshohga rahmat demay nima qarab tursizlar? Shoh oliydirga ko'p rahmat. Nasirdan, bu qatim yaxshi qilding, jimo. Nima?